u bilan hamkorligi u inson to'g'risidagi ba'zi masalalarni o'ylantiradi. U ba'zi fikrlar bor, mana chiqib ketdi keyin u Mossad emas, ko'proq KGBni odam bo'lgan deb. Chunki Putin odam bo'lgan, 90-yillarda, shu 90-yillarda shunaqangi bir holatdan bo'lgan. Mana shu juda ko'p Rossiyadan immigratsiya qilgan Rossiyani yahudiylari deymizmi yoki boshqa shaxslar aynan Nyu-Yorkka borib joylashadi. Hozir ham o'sha yerda. Shu postsovet hududidan borganlar. Masalan, Pola brendini asoschisi ham Belarusiyada. O'shalar borgandan keyin o'sha Epstein o'sha paytda borgan ba'zi shaxslar bilan hamkorlik qilgan deydi. Va keyin o'sha 90-yillarda moda bo'lganda o'sha rus qizlarini u yerga olib borib turli xil barlarda, boshqa joylarda ana shundan boshlagan deydi. Va bunga kim yetkazib bergan qizlarni deydi va kim unga boshlang'ich kapitalni bergan deydi. Turli xil shunaqangi ko'ngilochar joylardan boshlagan biznesini. Va oxir-oqibat shunaqa rivojlanib ketgan. Shuning uchun ham bu ko'proq KGBning odami degan qarash bor. Shundan kelib chiqadi. Lekin Rossiyaga qanday manfaat bor unda bu yerda? Juda katta manfaat bor. Butun o'sha biznes yoki siyosiy elitani shantaj qilish uchun, provokatsiya qilish uchun deydi. Hatto mana Trampni nima uchun Rossiyaga yon bosyapti deb. Putinning qo'lida juda katta unga qarshi kompromat bor deydi. U Rossiyaga kelganda qilgan ishlari bo'yicha yoki shu Amerikada Epstein bilan bog'liq bo'yicha deyapti. Shuning uchun bu qo'lidagi o'sha fayllarni ochilib ketmasligi uchun yon bosishga va Ukrainaga bosim qilyapti degan gaplar chiqdi.